Manga o'xshab, metandan yanğanlar. Kelaverasizlar, propanni bugunni ochdim. Do'stlar, bugun yangi bozor tashvisda madaniyatda Islombek bir yangilik qilgan ekan. Bu ishlarni boshlading yana. Samay. Endi xudo xohlasa yangi boz avtomatda qo'yasizlar, qurib prova berib turibmiz. Endi yana bir harakat etdik. Propan zapravka yodlaringiz bo'lsa, ko'p vaqt bo'ldi bu yerda ishlamay qo'ydi. Shu propan zapravkani olib, endi xudo xohlasa ishlatdik. Bugundan Rossiyadan bir gaz keldi. Xudo xohlasa kilometrlarni garantiya deb turibdi. Yana is chiqmaydi propanda. Ko'pchilik mashinalarni olsak, propan mashinalar is chiqib yotadi. Bunda garantiya is chiqmaydi. Issiz sifatli propan oldirdi. Xudo xohlasa shu yerda ishga tushirdik. Endi xudo xohlasa bizning profilimizda quri avtoshkollarda o'tgan bolalarda emas, endi propanlarning ham ma'lumotlari ketib turadi. Xudo xohlasa propandan bir yo'lga qo'ydik. Bir qo'shimcha daromad hisobida qo'shdik. Mana xudo xohlasa Ko'pchilik biladi, bu yerda tashvisda avvaldan beri ishlamayotgan propanimiz bor edi. Qaytadan rekonstruksiya etib, hozir remont ishlari ketib turibdi. Уже ishga tushdi axir, ha? Xudo xohlasa ertangan xudo xohlasa zapravka turadi. Hozir mana mashinamiz keldi, ichkarida zapravka turibdi. Siz bilan bir qator ko'rishtiramiz shularni. Yo'l ustunda bo'ladi, Urganch Gullan yo'lni bo'yinda. Agar sizlar Bag'alandan keladigan, Gullandan keladigan bo'lsangiz chapga kirasizlar. Agar Urganchdan keladigan bo'lsangiz o'ngga kirasizlar. Yo'lni ustunda, Toshquyga yaqin yerda joylashgan tashvisni hamma biladi. Bilmaganlar uchun esli aytib o'tib bemalol kelib, agar dim tushunmasangiz telefon nomerini video ostida qoldiramiz. Telefonlashib kelsangizlar ham bo'ladi. Yo'lda ustundagina. Xudo xohlasa propandan yana bahasi bo'yicha bahasini ham ofisiyada yozib qoldiramiz. Eng arzon bahada qo'yib beramiz. Yana kilometr. Agar qandaydir kilometr bermasa, bemalol bizga murojaat etaveringlar. Pullarni 100% qaytib beramiz. Agar kilometr bermay qolganda. Ham ko'pchilik taniydi, avval bu yerda Rustam ham degan ishlatgan ekan. Shunga yana o'zini qo'ydik. O'zi ish boshqaruvchi bo'ladi. Ko'p odam taniydi. Xudo xohlasa ishonchli odam. Kilometrlarni isini garantiya. Kimga shunday sifatli propan kerak bo'lsa, biz bilan murojaat etinglar. Kimda kim propanda yurgan bo'lsa, shu odamlar shu videoni tashlab qo'yinglar. Uzoqqa borib yurmaydi, shu yerdan sap ketaveradi zapravka ketib. Buni Rustam ham. Hurmatli eldoshlar, mana O'riston, Rossiyadan gazni olib qaytdik. 10 kun deganda keldi, bugun olib qaytib tushirdik. Xudo xolasa ishlarni boshlaymiz. Mana Ulug'bek bilan hamkorlikda Ulug'bek o'zi shu yerda yordam berib net turaman deydi. Hammangizga shu yaxshi kunlarga, yaxshi nelarga, haydaganda mashinalarga yaxshi yuradigan gazlardan olib qaytib turamiz. Haydayverasizlar. Kelaverasizlar o'rtoqlar gazga. 1-2 kunga ishni boshlayveramiz. Gnopimizda mana aholiga gaz to'ldirib, ballonlarni to'ldirib beraveramiz. Kelaverasizlar. Kechasi kunduz 24 soat ishlaymiz. Propan nereden kelib turibdi? Bu propan Rossiyaning Chelyabinsk viloyat Troitsk shahrida olib keldik. 2200 kilometr. Ajoyib gaz. Kilometr beradi, kapolat. Sifat ham zo'r. Men 2 yil oldi O'zbekistonga shu yerda gaz tashiymiz. Nechalar kildingiz hozir? Hozir 20 tonna olib keldik. Aziz birodarlar, kelaverasizlar, yana kilometr beradi, pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Kelaverasizlar. Marhamat, kelaveringlar yana zapravkaga.